Toğluq Tömürxan, Abduvali Əli. 7-ci bab Aygöldəki uçuruşuş. 230-cı bətdən başlandı. Dünya ibrət bilən tolğan. Şuningdək ibrət almağıçılarının көз yaşları bilənmi tolğan. Əlama Zəməxşəri. Miladiyə 1342-ci Dəldivana mövsümidəki məlum günlərinin birisi. Qış fəsli bulubmu muşundaq dəldivana mövsümüdə gün tolumu qısqı boludu. Şuna asallıq qaranğı düşüb gididu. Mana bugünmü quyaşның axırqı yorqi həş-bəş degücüla көздün yetdi. Qum dəryasının iki yaqısıdaki qar bilən qaplanğan cangallıqlar çəksiz qum qoynida xuddi yaratqıcı egisi özü bərpa qılğan yoruq gündüzünü öçürüb taşlığanda payda bolğan. Tutuq izlardək közgə girimsən taşlanıb turatdı. Andı sandı yulduzlar cimırlap durğan, payansız asman, çöldərəb qalğan dərya sahiliga qarab xursınıb durğandək bilinətdi. Qum dəryasının gün bitiş tərəfində Aygöl deb atıladigan bir qədimi qışlaq bar idi. Bu qışlaq qədimki xan yolunun yeniği joylashqan bolsumu, amma kichik, naiti kichik və xilvat bir makan bolğaşqa, bu yerga başqa yerlərdən adam intayin az kelətdi. Aygöl qışlığıdan sozulup çıqqan kichik bir yol bilan Toğraq bulaq degan jangalga yetib barğılı bolatdı. Adətdə bu Toğraq bulaqqa adamga qaraganda yavayı hayvanlar köp kelişətdi. Bəzida buğu marallar mozaylarını əgəşdirib Toğraq bulaqda su içib qaytaşıda Aygöl qışlığıga kelib qalatdı da bük toğraqlıqlarının içidəki öylərini görüb heyran qalğan qiyafətdə bir hazağıca tengirqab qarab turuşatdı. Bəzida taygandək börülər keçiləri qışlaqni alıqoymay arılab kişilərinin qotallarına tegiş qılatdı. Qatarıga 10-20 qoyunu yerib boğub taşlığandan keyin arasıdan birəsini sörəb elib getətdi. Öylərinin ətrafıdakı etizliqlarda dövə-dövə yığılğan ot çöplərinin astıda yavı toşqalla uğulaydı. Aygöl qışlığıdan çıqqan eşeklik iki adam bük toğraqlıqның içidəki çığır yolda ketvatatdı. Ular ərdəvilgə qaranğı düşkücə yetivilişqə aldırsı kerek, helidən heliğa eşeklərini divitib ittik minişqə məcburlaşatdı. Dərya sahilidən vijildab soğuvatqan şivirğan teximi küçüyüşkə başladı. Soğuqның dəstidən bu iki yolcu şümşüyüb paranmı silişmay kelvatatdı. Çığır yol mumdak tonlap ketken bolup, yoldaki ton tezeklərinin eşek tuyaqlarına təkkəndə şaraqlap çıqqan avazı yiraq-yiraqlargıca anlanatdı. Tuyuqsuz toğraqlıqның içidən qattıq hökürəb bir çipar yolvas yolcularının aldını toğru kesip səkrəb çıxdı. Bu tuyuqsuz yüz bərgən işdən məngdəb qilishqan iki yolcu bugün əcilimiz toşubdu dəb eşəknin üstüdən yerge özlərini qandaq etişqanlığını biləlmək qaldı. Ularının beşi yerdəki ton tezək tegib, oşidin ketişkicə sonayılınıb yetib qilishdi. Əslində, adam və hayvandan zadı qorqmaydigan yolvas olcısını tirik yeyişkə amraq bolğanlıqdan yerdə ölükdə qetib qilishqan bu adamlarını görüb, ularını yeyişkə dərə petin almadı və yerdə sunayılınıb yetişqan bu adamlarının yüzüge tumşqını sozub təkküzüb puraşqa başladı. Şu əsnada yolvasının qattıq burudları yolcularının içidəki birisinin burun tüşügəyə kirib getib, oşudan ketib, ölükdək medir-sidir qılmay yatqan bu adamını gıdıqlap oşuğa keltirib qoydu. Bu adam qattıq bir düşkürdü. Yerdə ölükdə qetib yatqan bu adamның tuyuqsuz düşkürüşüdən qattıq çöçüb ketken çipar yolvas
Dərhal arqısığı buralğınca ikki taqlapla qarang'uliq ichiga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tuyuqsiz yuz bergan bu peshkanlikka qarab nima qilarini bilolmay mangdab turib qilishgan ikki yo'lovchi yo'lvas urkib qechib ketibmi bir hazog'icha o'ziga kelisholmadi. Birdamdan keyin Aytal kursni pichirlab o'qishga boshladi. Yo'lovchidan birsi: "Ey hazratim", deb xitob qildi u yenidagi mo'ysibit birsiga. Uning parakanda bo'lgan ko'ngli mana endi o'rniga tushgan edi. Aslida mushukning qishidagi go'shtdan, ishtining oldidagi suңakdan xotirjam bo'lg'il bo'lmaydi. Biroq silining karomatlarining shafoatida ul yirtqichning bizga shikasti yetkazishidan aman esan qutuldik. "Hayhat", dedi mo'ysibit kishi beshini chayqab. "Ey shayx sahobidan, bilamsan, hadis sharifda shundoq zikr qilinganki, Abu Hurayra raziyallohu anhu kechida yo'l yurganda Aytal kursini o'qigin. Shundoq qilsang, Alloh seni qo'g'dashqa bir farishtani hamroh qiladi. Tong otqicha sana xeyim xatar bo'lmaydi" degan ekan. Baya shayton lain yirtqish yo'lvas surtida kelib, bizga ziyon zahmat tig'ini beibara surmakchi bo'lgan edi. Qodir Alloh o'z karomatini oshkorlab, menimi va senimi ul ziyondash yirtqishning hujumidan saqlab qoldi. Ey shayx shahobidim, Allohning karomatiga amdi ishongansan? Ishondim. Ey Hazreti Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketiki janoblari, Allah'ның bu karomatlariga to'liq ishondim. Bu eg'ir al-yatqu bo'lgan chaq edi. Osmonda qor ushqillab shivirgan barg'ansiri kuchayishga boshladi. Yo'lovchilarning badaniga ushuk o'tishga boshladi. Ularning burunlari va yuzlari muzlig'ili, jonga tegadigan so'g'uq yo'lovchilarning uchisidagi darvishlik jandisidan o'tib, quyunlarga g'o'qirab kirgeli turdi. Ular bayatın yo'lvasdan urkib, bayavan tarafga qochgan eshaklarni ming bir japoda tutib kelishdi-da, putlarini tushab oldiga yem to'kib berib, xotirjam bo'lishgandan keyin issinmoq bo'lib yo'l yoqasiga gulxan yaqib o'ltirishdi. Uying jangalda bo'lsa, o'tindan g'am qilmaysan degandek, yo'l yoqasida quruq o'tin degan nurg'un edi. Qo'l uzartsila, hash-bash degicha necha uloq o'tin tayyor qilg'ili bo'ladi. Gulxandagi o'tinlar charaslab ko'yishga boshladi. O't sho'lisi jangallikning ichini yop-yo'riq yo'ritibdi. Yo'lovchilar to'xtagan bu yer to'limi pinhon bir joy bo'lib, atrofidagi buk to'g'roq, qattiq bo'ron va shivirg'onga ozroq bo'lsa-mu dalda bo'ladi. To'g'roqning ostidagi atrofi muz to'nglab ketgan kichik buloqdan bilakdak tomliqda suv bulduqlab eqib turadi. Buloqning atrofida nurg'un tezaklar bilan qo'yning mayoqlari chechilib turadi. To'g'roqning yuqori tarafi toki yiroqda girimsan ko'rinib turgan to'pilikning etaklarigacha so'zilgan sheg'il tashliq soy edi. Hozir bu soyning ustini bir qavat qilin qor qaplagan edi. Kuyayotgan gulxonning sho'lisida, qor ustida xuddi o'michukning to'ridak har tarafga yeyilib va o'zaro kesilib ketishgan yovvoyi hayvonlarning izlarini ancha-muncha ilg'i qilg'ili bo'ladi. Yo'lovchilardan birsi Eliqi Mavlana Şeyh Jaloliddin Ketiki deb atalgan mo'ysibit kishi xurjinidan chiroyli qatlangan bir tatırğa juvoni elib darvishlik jandisining ustidan yepinchaqlab olgan edi. Badashqan qurib, lavildab kuyayotgan o'tqa qarg'inicha cho'nqur xiyol surib o'ltirdi. Atrof kechining mash'um jimjitligiga cho'mgan edi. "Hazratim, nima o'ylayotidlar?" dedi shayx sahobidan bu mash'um jimjitlikni buzish uchun. "Ey shayx sahobidan", dedi Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketiki. "Biz qum ostida qolgan shahri ketikni tashlab, Ardavilga qarab mangan chig'imizda men Hojizoda Arshidin
və sən başlıq cimi yurtdaş yarallar olub cəmi 15 kişi idik. Əlhal 15 yıldan buyan bu tərəflərə çeçilgan Xudayi rızqımızı izləyimiz dəb biz barmağan yer, çıxmağan döng və kirməyən oy qalmapdı. Senin bilen biz tetimağan turmuşның açıq küçükləri qalmapdı. Axırı muşu Aygölni makan tutup oldurupduq. Muşu arlıqda kətkini ketib, axırqı hesabda yana senin bilen biz eşip qapdıq. Bayatın xiyal sürüp, sükütkü çöküp oldurğınımның səbəbimi dəl muşu idi. Xudavəndi Kərim şəriət panah ənbiya mürsəllərgə pəzilətlik və toğur yolluq uluq əvliyalarga, rəhimdillik və qudretlik maşayixlarga şanu şəvkət ata qilishni irada təqdir qılmaqçı bolsa, özünün hikmeti arqılıq ularni aldı bilen eğir hicran və xaruzarlıq əlimiga mubtila qılır. Bu 5 günlük ötünə cahanның ıssıq soğuqlarını körüstüb, açıq çüçüklərini tititib, mehnət və müşəqqətlərinin qayğı həsrətlərdən meyve üzdürüb, həsrət nadamət, tozan tupraqları bilen yoğurup, puşayman otu bilen pişirip, xar və beitibar koçulardan aylandırıp, andın dərəcəmi dərəcə izzət və hürmət əvciyə qədəmmi qədəm elib çıxıdı. Bəzilərini özüge həqiqi yakın dərəcədə götürüb, özünün məhbubi və çahariyaları qılıdı. Bizler dəl əni şu təbiqiği mənsubdurmiz. Şeyx Şahabidin'den hocasının addi, amma mənsi tolumu teran bolğan bu məsail mərublarını anlap, beşini langıştıb oldurdu. Ular bir hazağıca muşundaq paranlaşıb olduruşdu. Xeyli vaqt ötken bols gerek, qarmı toxtuğan, asmanmı içilib ketken idi. Ökər yıldızının asmanның bir çetide qısıyıb qalğan idi. Biroq keçi asmini tolumu yarqın və güzel idi. Asmanның qərdə yıldızlar çaraqlap turuşatdı. Gülxan oti bara pəsiyib öçüşkü başlığan idi. Gülxanның otursidiki toğraq otunның qıpqızıl çoğlarının ən axırqı yelin cişimi lıpıldap xiralışışki başladı. Arğan yoluvçular Gülxanның yenidilə xuddi şirkəyib bolğan kişilərdək tatlıq uyquğa qayğıq buluşdu. Şu günlərdə Ərdəvildiki Doğlaq qəbiləsidə panahlanıb turvatqan Çağatayzadə Toğluq Tümür özünün Turğavut mülazımları bilən muşu Aygöl səhrasıға şikar qılıb çıqqan idi. Onun bargahı Aygöldiki toğraq bulaqdan bir çaqırım tövəndiki bir tuzlanlıkka tikilgen idi. Toğluq Tümürnün qızıl öyi alayda bolup, noverliqning ustiga aldınqı bir qancha qitimliq shikarda etib olgan yolvas terileri tikilgan, tam kigizning etakları bulğun terisi bilan jiyaklangan, basruqlari ipakdan ishlagan arg'amchilar bilan tartilgan idi. Toğluq Tümür bu qitimqi shikarga alayda tayyorliq bilan chiqqan idi. Shikardan burun taraf-taraflarga tavachi avatib, icrası qattiq bolgan ferman düşürgen idi. Çünkü Moğollar tüzgen yasak boyunca Moğol xanzadisi başçılık qılğan şikarga qatnaşmaydigan adam bolmaslığı kerek idi. Fermanda hiç kim bu şikarga xilaplık qılmasın. Her qandaq işi bolsa koyup durup şikarga çıksın deyilgen idi. Toğluq Tümür bu qitimqi şikarga atlanganda haddi hesapsız ovchi, quşchi, qoğlamçılarını başlap çıqqan idi. Yeni bir muncha mulazımlarga neyze, miltiq, oqya aldırgan idi. Toğluq Tümürnün bu şikarçı qoşunu dəbdəbə, əs-əsilər bilən Aygöldiki bu şikar meydanığı düşkün qılğınığa bir neçə gün bolğan idi. Her gündeki şikarda o özünün bütün xizmətkar əşrafları bilan billa idi. Şikar üçün açıqqan quşlar və başqa ov qilish üçün tang harakatga kelganda daladagi qara ko'zlik ahu kiyiklar,
Qavan to'ng'izlar qo'lga tushib qalmaslik uchun to'rt tarafga qarab, butun a'zoyi badanni ko'zga aylantiradi. Ov itlari shirdak jangal silib, to'shqan tutish uchun ming turli hunarlarni ko'rsatdi. Lachinlar kishilar qo'lidan xuddi yodin etilgan o'qdek osmonga chiqib, har tarafga hamila qiladi. Qarchig'lar tırnaq nəşləri bilan qırğavullarning ko'z tumurdan aladi. Ajal burkiti kiyiklarning beshiga xuddi Azraildek tikilib, bechora kiyik va tulkilarning jonlarini ovlaydi. Muzlab tashdaq ketib ketgan yerga at tuyoqlarining urilishidan har taraflarga o't uchqunlari chachiraydi. Mana chang ko'kning yuzini bir qavat darpardada qaplab ketgan edi. Bugun atigan tavachilar texi osmonda yulduz tarqimasdalla jangalliqni charlashga chiqishdi. Ular otliq ketayotdi. Tuyuqsiz yiroq bir yerdan eshakning hang-hang qilib hangrigan ovozi angladi. Tavachilar darhol otlarning beshini shu tarafga burashdi. Ular yo'lovchilar yotgan yerga yetib kelishganda yo'lovchilarmi o'rnidan turib bulishgan edi. Ular atliq mo'ng'ullarni ko'rib, birar shumliqlarni sezgandek bo'lib, jim turib qilishdi. "Sizlar nima odamlar? Bu yerda nima qilib yurasizlar?" deb qo'pollik bilan so'radi tavachilarning birsi. "Biz Ardavil shahriga mangan yo'lovchilarimiz", deb javob berdi Shayx Shahobiddin. "Bu yerda qo'nalg'u qilgan, mana endi yo'lga chiqayli deb turibdik." Tavachilar yo'lovchilarning tazilarda kiyinib olganligini ko'rib, ularni sehrgarlarmikin deb qoldi. Shunga ularga bayqida qo'pollik qilmasdan siliqlik bilan so'radi. "Sizlar tazilarmi?" "Yo'q, biz Uyg'ur. Mening ismim Shayx Shahobiddin bo'ladi. Bu kishining ismi Hazrati Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki bo'ladi. Sening isming xuddi o'zingning beshiga o'rib olgan ashu gazmilingdekla uzun ekan", deb mazoq qildi tavachilardan birsi. Buni anglab boshqa tavachilar kulishib ketishdi. "Beshimdagi gazimining nomini Salla deydi. Uni faqat ilm irfanga to'lgan olim kishilarla o'rashqa haqliq", deb radiya berdi heliqi tavachiga Shayx Shahobiddinmi bo'sh kelmasdim. "Sizlar gunohinglarni bilamsizlar?" dedi tavachilardan birsi. U mushularning begi bo'lsa kerak. Xanzoda Tug'luq Temirxon shikarga chiqqanda har qanday odamning shikar maydoniga o'zi bilgincha yurishiga ruxsat qilinmaydiganligini bilamsizlar? "Biz Aykul xonaqosidagi shayxlardirmiz. Bu ishdan aslo xabarsizmiz." Tavachilar bu Uyg'ur baxshilarining bo'yin to'lg'ayotganligini ko'rib, bir dilla g'azbi tutdi. Biroq Tug'luq Temirning Uyg'ur baxshilariga tegmanglar. Ularning zidiga tegib ranjitib qo'ymanglar. Balkim ularni qadrlab, hurmatlanglar degan intayin jiddiy farmonim bo'lganlikdan ularning adibini berib qo'yishga petin olmadi. "Farmonga xilof qilganinglar uchun sizlar tutqun qilindinglar. Biz sizlarni Xonzoda Tug'luq Temirxonning oldiga elib boramiz. Nima gapinglar bo'lsa, shu yerda aytarsizlar. Qani, oldimizga tushib meninglar." Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki ularga qarab o'miyib qo'ydi va shahri ketikni vayron qilganlar mushu majuslarga deb o'ylaganicha noiloj ularning oldiga tushib mangdi. Bu Mo'ng'ullar o'zlari burun ko'rgan Mo'ng'ullarga faqatla o'xshamaydi. Ularning uchisida qo'y terisidan tikilgan etaklari keng juvusi bo'lib, ular juvining tukini sirtiga qartib o'rib kiyishib olgan edi. Ammo ularning bug'i terisidan tikilgan keng puchqoqliq qilin shalvurlarining tuki ichiga qartilgan edi. Putlarga kigiz paypoq ustidan keng qo'nchilik o'tik kiyishgan edi. Boshlardagi tulka, sulaysun va yupulg'un terilardan tikilgan puchi cho'qchuyib turgan quloqchilarning uch qulqi va ikki quloqni gadini bilan yepib pastga sangilab turardi. Ularning hammasi
bəllərə əgir qilish, möhürlərə bolsa oqyalarını qıypaş esivilişqan idi. Bəllərdəki kən ənlik tasma kəmərlərə quyruğuna qızıl pay yepiştirilgan oq sadaqlarını esib alğan idi. Təvacılar tutqunlarını haydab bir haza manğandan keyin Toğluq Tömürnің bargahıga yetib kelişdi və ularını yoğan bir qızıl çedirning aldıda kurs qoyub olturgan hayvatlik bir yaş Mongolning aldıga ittirib əkeldi. Onun beşidiki quyosh nurida parqirab turgan qalpiqining ustidagi ko'k qutan ukisi bu kishining Çingiz nasldan chiqqan Xonzoda ekanligidan derak berib turadi. U jiq bo'lsa 20-21larda bor bastlik egiz bir Mongol edi. İkki mağzidan qan təpchib turgan bu Mongol yigitning chiroyidan jasurligi chiqib turadi. Dalalarda tolu yurganlikdan bo'lsa kerak, uning chiroyi aptapda va shamolda kuyib qardab ketgan edi. Uzun qara chechi yelkisiga tushib turgan bu bahodir yigitning belidagi kamiriga kumush dastilik qo'sh bisliq xanjar esilgan, putiga seriq bulg'aridan tikilgan tumshig'i agri egiz inchiki o'kchilik o'tik kiygan edi. Uning oldida bo'ynida kumush zanjir bog'langan bir qari taygan hushyor ko'zlari bilan kelguchilarni ko'zitib yotadi. Qulqiga yo'g'on bir mis salqi o'tkazilgan bir habash qul tunguz go'shini ushshaq to'g'rab tayg'onga yegizib yotadi. Tavachilar bu Mongol yigitga bu Uyg'ur baxshilari yarliq bo'yicha shikarga hozirlanmay farmoningizga xiloflik qilibdi. Shuning uchun ularni tutib keldik. Qandoq jazo berishingizga farmon darsingiz ijro qilishga tayyormiz deb ma'lum qilishdi. Sizlar nadin keldinglar? Nimishqa tazilarda kiyinib oldinglar? deb so'radi yilqi Mongol yigiti ulardan. Nima uchun yarliqni esinglarda tutmay farmonimga xiloflik qildinglar? Ey hurmatli Xonzoda, biz tazilardan emas, balki Uyg'ur o'limadurmiz deb tamkin javob berdi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki uningga. Biz Aygül xonqasida istiqomat qilayotgan shayxlardurmiz. Shunga sening shikarga chiqish haqida tushirgan farmoningdan mutlaq xabarsiz qolganmiz. Mubodo bu farmoningdan xabar topgan bo'lsak, farmonga aslo xiloflik qilmas edik. Bu chaqda atrofda turishgan Mongol noyonlari To'g'luq Tömürxon bilan tang turib so'zlashayotgan bu Uyg'ur baxshisiga vaqirdi. Hey juldur kipan, hurmatli Xonzoda oliylari bilan gap talishirganga o'zing kimsan? Oldingdagi odamning kim ekanligini bilamsan? Qudratlik To'g'luq Tömürxon deb anglaganmisan? To'g'luq Tömürxon deb atalgan heliqi Mongol yigiti qo'lini ko'tarib noyonlarni to'sib qo'ydi. Andan to'nguz kushiyayotgan tayg'onni ko'rsatib turib, Mavlana Shayx Jaloliddin Ketkidan aytib baqa, sen baxshimi, sen yaxshimi yoki bu ishtmi deb so'radi. Ey Xonzoda, bu gapni yaxshi so'rading, dedi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki qilchimi tamtirmasdan. Agar iymon mening bilan hamroh bo'lgan bo'lsa, men ishtdan yaxshi. Agar iymon mening bilan hamroh bo'lmagan bo'lsa, meningdan yaxshiroqdir. Ay Uyg'ur baxshisi, iymon deganing nima? deb so'radi. Yana To'g'luq Tömür uning so'zini tushuna olmay. Iymon deganlik Allohning barhaqligini dilida tasdiqlash, tili bilan iqror qilish, amaliyotida ishga oshirishdir. Bu chaqda To'g'luq Tömür uning aytganlarini yanada tushuna olmadi. Shunga ey baxshi, bu so'zingni yanada tushunishli qilib aytsangchi degan edi. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki darhol mundaq deb javob berdi. Ey hurmatli xon oliylari, quloq silib anglag'aysan. Biz musulmonlarning Alloh deb atiladigan ilohimizning nazarida maqbul din islom dinidir. Iymon dal shu islom dinining ul to'rikidir. Ey himmatlik, g'ayratli kishi, sen o'zing kim bo'lsan? deb so'radi To'g'luq Tömür chiroyini ichib turib.
O Uyghur baxşısının deganlardan özü etiqat qilib kelivatqan Bodhisattvaning kitaplarida aytilgan amr ma'ruflarga tüptün o'xshamaydigan muhim bir narsani his qilgan edi. Qish qirovdiki mushundaq qattiq sovuqda muzlimidingmi? Mevlana Şeyh Jaloliddin ketki Tuğluq Tömürning illiq chiroyini ko'rib, dakki-dukkiga tushib qolgan ko'ngli aramiga tushdi-da, ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib, o'zining minnatdorligini bildirdi. İltifatingga hasanat, ey karamlik Xaqan. Men hammadan avval Uyg'urdurman. Uningdan qolsa, alhamdulillah, musulmandurman. Buningdan 10 yillar ilgari texi yana shahri ketikning Shayxul Islomidimi bo'lganman. Shunga kishilar meni Mavlana Shayx Jaloliddin ketiki deyishidu. Hozir Aygul xonaqasida istiqomat qilib o'ltiribdiman. Uyghur baxşısının bu cavabıdan qanoatlangan Tuğluq Tömür Ribkadaga mundaq dedi. Rikabdar xanning üzəngitisi, xanning atqı menişiga yardamlashguchi xodim. U Uyghur baxşısını atab o'zdingdiki xan chedirga yetkizib, mening bilan ko'rishtirgaysan, deb amr qildi va Mavlana Shayx Jaloliddin ketikiga qarab: "Ey hurmatlik baxshi, ata mening huzurumga berib, men bilan ko'rishgaysan. Biz shu yerda keng kushada suhbatlashgaymiz. Menga iymon to'g'risida aytganlaringni ujur-bujurgacha yaxshilab tushundirgaysan, uqdingmi?" dedi. Mavlana ketki ma'qul bo'lib beshini langishdi. Tuğluq Tömürxanning Uyghur baxşısıga bakmi iltifat ko'rsatib ketayotganligini ko'rgan Mo'ng'ul noyonlari norozi bo'lib g'udongishdi. U bir nam nishonsiz tejmalg'u. Uningga shunchalar yaqinchilik qilib ketgan bormi? Ras emasmi? Yarliqni asli tutmay, farmonga xiloflik qilgani uchun uningga yasoq tortish kerak edi. Ha deb qaqaqlab kulib ketdi Tuğluq Tömür noyonlarning norozi bo'lishqinni ko'rib. Ey noyonlarim, qani aytib beqinglarchu. Uluq bo'g'larim Chingiz bilan Chag'atayning ot ustida qilish o'ynatib, qon daryolarni kechib, odam o'liklardan tog' yasab, jang qilishga maqsadi nima edi? Jahondagi mamlakatlarni besvilib, butun hududlarni Jahongirning tanha tug'i ostiga birlashtirish, qudratlik Mo'ng'ul xaqonligi qurib chiqish edi, deb javob berdi Mo'ng'ul noyonlarining hammasi. Naiti to'g'ri aytdinglar. Ajdodlarimiz ot ustida jang qilib tortib olgan bu hududlar ichida butparastlarmi, musulmonlarmi, tarsolarmi, nasoralarmi bilan budunchilik qilishib kelmoqda. Alhol Chingiz naslidan bo'lgan ba'zi yaramaz xonzodalar yig'i-yalyan qilishib, bir butun bo'lgan Chag'atay ulusini parchalashga urinmoqda. Qara budunlar yig'i o'ti ichida xonvayron bo'lishdi. Ey noyonlarim, bilamsizlar, mubada Jahongir bo'g'larim tortib olgan bu hududlarni yangi boshdan Chag'atay tug'i ostiga birlashtiramiz, qudratlik Mo'ng'ul davlati quramiz deydigan bo'lsak, musulmonlarni, bo'libmi musulmon Uyg'urlarni haqiqiy yo'sinda o'zimizga ram qilishimiz kerak. Buning uchun ularning qo'rsqiga osh, uchisiga kiyim-kechak beribli qolmasdan, balkim ularning ko'ngil qushunimi o'ylab, o'zimizga ram qilishimiz kerak. Shunga oldi bilan musulmonlarning baxshilarini izzatlamay bo'lamdi. Mo'ng'ul noyonlari Tuğluq Tömürxanning so'ziga qoyil bo'lib, boshlarini langishdi. Ey noyonlarim, bir dal o'qida kiyikning ko'zini so'qib oladigan bahodirlarim, deb xitob qildi Tuğluq Tömür teximi ta'sirli qilib so'zlab. Men ulug' bo'g'larimizning Chingizxon bilan Chag'ataydan qolgan putuklarni o'qidim. Uningda nima deyilganligini bilamsizlar? Ey xonzodam, uningda deyilganlarni sen o'zing so'zlab bermasang, biz Nədim biləylik, deb çuqurashdi qalğan noyunlar tanglar. Ulug' bo'g'larim Chingizxon bilan Chag'atay xondan qalğan bu pütüklərdə shundaq deyilibdiki,
birlikka kelgan, bir tog' ostiga uyushgan taxt saltanat biz qurmoqchi bo'lgan ashu qudratlik Mo'ng'ul davlatining jini bo'lsa, sizlardek igisiga sodiq noyonlar ashu qudratlik Mo'ng'ul davlatining bo'g'im o'gilirdir. G'azina boyliq ularning amaliy kuchi, saltanatning bexatarligi davlatning kundalik ishidir. Mukofot, in'am va jazo tanbih davlatning asab nervilaridir. Ulug' bo'g'larim Chingizxon va Chag'ataydan qolgan tajriba savoqlar bizni texmi hushyor qiladi. Ulug' bo'g'larim tarafidan adolat bilan tuzilgan yasoq tuzuklar bu qudratlik Mo'ng'ul davlati uchun putmas tugmas aql farosat, arzu umiddir. Chag'atay mamlakatining tinish asoyishligi bu qudratlik Mo'ng'ul davlatining tan sog'lomligi bo'lsa, g'aliyan, ma'lumonchilik davlat uchun og'riqsizlik bilan barobardir. Yig'i g'aliyan davlatni munqariz qilg'uchi o'lim bilan barobardir. Mo'ng'ul noyonlari To'g'liq To'mirning og'zidan chiqayotgan ma'nisi to'limi teran bo'lgan bu so'zlarni to'liq tushunib ketolmagan bo'lsa-mu, ammo uning bu so'zlarini Mo'ng'ul xaqonining og'zidan chiqqan yasoq tuzuk deb biladigan qora turk Mo'ng'ullar uchun muqaddas qonun bo'lib hisoblanadi. To'g'liq To'mirxon Abduvali Ali 7-bob Aygöl'deki uçuruşuş 248. bətdən başlandı. To'g'liq To'mir shu kuni tushdan keyin o'zining jamdagi bargohiga qaytib keldi. Qish faslidagi quyosh bir kunlik mushaqqatlik safarni tugatib, o'z manziliga yetgan bo'lib, endi u o'z hujrasiga kirib ketishga aldirayotgan bo'lsa-mu, ammo u yanada sexiylik bilan o'zining oxirgi qizil nurlarini bu bepoyon dalaga chashmoqda edi. To'g'liq To'mirning xon chediri qora yo'lg'in hovlining bo'yidagi bo'zdong deb atiladigan bir to'pilikda edi. Xon chedirning atrofiga 400 oq uy rat-reti bilan qator tikilgan edi. Bu uylarda Do'g'lat qabilasining ulus begi Amir Bulaji maxsus To'g'liq To'mirni qo'riqlash uchun ajratgan 4000 turg'avut turadi. Bu turg'avutlarning hammasi o'ttiri qo'lda kuchlik yigitlar bo'lib, ular Do'g'lat qabilasining har qaysi uruq aymoqlaridagi atoqliq odamlarning bolalari orasidan tanlab bahodirlar edi. Xon chedirining oldidagi egiz xodida Chingizxonning tug'iga o'xshash yo'g'on bir qizil tug' qishning kechki sovuq shamilida lapildab turadi. Tug'ning o'ttirsiga bir putida bir qog'ini changallab tutib turgan qarchig'ining surati zari yip bilan kashtilangan edi. Oq uylarning orasidagi karmalarga turlik yo'rg'a va yuguruk otlar qangturib bog'lab qo'yilgan edi. Her bir kermege bağlap qo'yilgan qatar atlarning rangi o'zgacha bo'lib, birinchi qatarga butunlay chilan to'ruq atlar bog'langan edi. Ikkinchi qatarga jiran atlar, uchinchi qatardagi kermege qula va yana boshqa rangdagi atlar bog'langan edi. Bu atlarning hammasi chapsa kiyikdan oshadigan, har qanday yurishlarda o'zlariga hargiz at yetkizmaydigan kuchlik, ushqur, esil nasillik atlar edi. Xon chedirining oldiga shikarda ovlangan yo'lvas, yelpiz, bo'ra, tulka, bug'u maral, jaran kiyik, to'shqan va qirg'avul qatorliq turlik ov g'animatlari dövülünüp ketgan edi. Bularning orasidagi chipar yo'lvasni tunogin atdiganda To'g'liq To'mir o'zi etib olgan edi. Mulozimlar boshqa ov g'animatlarini va shikar mahsulotlarini, to'qinoq tingiqlarni, kergi uviq, qozon qumushlarni to'gilardan tushirmoqda edi. Көз baqlanğan mahallada rekaptar Mevlani Şeyx Jaloliddin ketiki mingan atni xon chedirining oldiga yetilab kelib to'xtatdi. Ondan uni qo'ltiqidan yo'lab atdan tushirdi. Mulozimlar atni yetilab akitishdi.
Rekaptar Mevlana Şeyh Jalaliddin ketikini başlap, xan çedirining aldıda neyzilerini qayçılaştırıp tutup duruşkan turgavudlarının qatarini yerip ötüşkenden keyin xan çedirining içigi kirdi. Xan çedirining o'tirsida qurilgan mangalda archa o'tini charaslab kuyuvatatdi. Çedirining içini archining mazlik purg'i qaplagan edi. Toğluq tümür şikar kiyimlerini silvetken halda tenha olduratdı. Mevlana Şeyh Jalaliddin ketiki mangalının aldıda oldurgan toğluq tümürge. Allah teningi salametlik, işleringa tevbik ata qılsun, şükürten alemge yiyilsun, dep salam qıldı. Quyuq qara is çıqırıp yenip turgan, yoğan mum şamlar xan çedirinin içini kündüzdek yoğurtvetken idi. Toğluq tümür tönögün özü bilen söhbetleşken bu Uyghur baxşısını tonup orundan sel götürülüp onun salımını elik aldı. Mangal aldıdaki dastıxanda nazu nimetler tizilip ketken idi. Onun çırayının öppidi qızırıp parqırap turğunuğu qarğanda semiz göşni toyğıcı yep küçlük qimizdin qamğıca işkelliği eniq idi. O bulğun terisidan tikilgan juusini uçsığı yepince vaqtlı algan bulup, içige yepektin yenik Mongolca ton, putuğa, uçi əgməş, egiz paşınlıq, bulğari ötük kiyib algan, beligi bağlıb algan, yeşil yepek romuluğa, inçiki dəstilik bir xəncərini qıstırıb algan idi. Hə, Uyghur baxşısı, harmay açmay keldin mu? Beri kel, munu yerde oldur. Dep Mevlana Şeyh Jalaliddin ketikiga mangalning o'ng tarafidan joy ko'rsatdi. Bu Mongol xonzodasining odatga Uyg'ur baxshisiga ko'rsatgan alayda iltifoti edi. Mongollar odati va mangalning yenida o'ltirganlik shu tutunga taliq bo'lganlik bo'ladi. Shunga Mongollar o'z ulusining nomini mushu mangal ma'nosini bildiradigan Mongol degan nom bilan atashadi. Toğluq tümür dastıxandaki nazun nimetlerge ima qilib, qini Uyghur baxşısı, aval qursqыңni obdan toydur, andın tünügünki söhbetimizning davamını davamlaştıraylı, dedi. Mevlana Şeyh Jalaliddin ketiki derhal. Rahmat iltifatınga, ey hürmetlik xaqan, deb ta'zim baja keltirdi. Biroq dastıxandaki nazun nimetlerge qo'l uzartmay o'ltirdi. Xan çedirining o'tirsidagi mangalda gürildep köyüp turgan archa o'tunining yalqini bütün çedirining içini tonurda qızdıvatgan edi. Toğluq tümür Uyghur baxşısının dastıxandaki nazu nimetlerge zadili qo'l uzartmağanlığıga taajjublanıp quyuq qaşımı qaşlarını yemirdi. Taamlarga hiç qo'l uzartmaysan go. Qandaq mening taamlarımga oğu barmikan? Dep tərini türüp çaqnap turgan iki közüdün micazının çuslıqı və rəhimsizligi çıqıb turatdı. Yoxsu, hərgiz ondaq emas, hörmətlik xanzadə aliləri, dedi Mevlana Şeyh Jalaliddin ketki huduqub ketib. Ondaq bolsa, nemi üçün bu taamlarga eğiz təkküzməysən? Musulmanlar məcuslarının taamlarını məkruh bilidu. Şuna mən senin bu taamlarından yesem bolmaydı. Toğluq tümürünün közlərdəki şübhə ot bolup yandı. Ey Uyghur baxşısı, məcusi deginin nima? Mana bu gəpning ma'nisini hazırның özüdə aniq düşəndirgəysən. Məcusi deginimiz imansız deganlik boludu, dedi cavabən. Yani imanni özüge həmrah qılmağanlarının həmmisi məcusi boludu. Ondaqda mənmu Məcusimu? Bu çağda Mevlana Şeyh Jalaliddin ketiki orundan turub qolunu köksüge qoygan halda şundaq dedi. Ey hürmetlik xaqan, qopal sözləb qoygan bolsam keçirgəysən. Tünögün ətdigən sən meningdin, sən yaxşımı yoki mavu işdi yaxşımı deb sorvedin şundaqmı? Hə, şundaq degan bolsam nima bopdu? Mən şu çağda əgər iman manga həmra bolğan bolsa, mən işdən yaxşımən. Əgər iman mening bilan həmra bolmasa, it məndən yaxşıraqdır deb cavab bergan edim.
Ha, şundaq deb cavab bergen idin, deb Tuğluq Tömür beşini lığıştı. Senin bilen mening o'tiramdagi farqmi dal ashu imanning manga hamroh bo'lganligida. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketikining javobini anglab, Tuğluq Tömür g'azabdan yerilib, ko'zlari chanoqlardan chiqib ketayla deb qoldi. Ey Uyg'ur baxshisi, sen imanni besyar ulug'laydi ekansan. Ayta, uning manga nima keragi? Ey qudratlik Haqam, iman degan shundaq narsa ekanki, agar uni chin ko'nglingdan o'zingga hamroh bo'lsin desang, vataningni suyish, xalqingni qo'g'dash, taxt saltanatingni qudrat toptirish va dushmanlaring ustidan mangu g'olib kelish uchun boshlagan har qanday yurishlaringda u sana qo'lingga qo'l, putingga put bo'lib, bakmu asqatidi. Qaraydigan bo'lsam, sen boshqa har qanday hukmdorlardan ustun turishni dilingga pukkan istidodliq Xaqon bo'lishga bel bog'laganda qilsan. Agar ijozat bersang, men imonning tariflarini, diniy islomni sana qisqacha sharhlab bersam. Tuğluq Tömür bu Uyg'ur baxshisining davatqanlarining tünügün özünün Moğol noyunlarga aytqanlari bilan o'xshib ketayotganligini ko'rib, g'azabini ichiga yutibdi va uningga so'zlashga ijozat berdi. Biz musulmonlardan, sizlardan farqimiz deb tushunishli qilib so'zlashga boshladi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki. Allah deb atiladigan bir ilohni bir deb toniganligimizda, shunga u bütün İslamiyetning ul to'rikidir. Chunki iman shundaq narsaki Allohga hech bir narsani o'xshatishga bo'lmaydi. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki so'zini to'xtatib Tuğluq Tömürga bir qarab etgandan keyin ondan so'zini yana davomlashtirdi. Demak, Allah bir deb oshkora e'tirof qilish imonning birinchi shartidir. Allah'ның farishtalarını itiraf qilish, Allah'ның barliq payg'ambarlarini, Allah'dan tushirilgan kitoblarni tunish, oxirat qiyomatda odamlarning tirilib o'rnidan qopib, o'zining barliq yaxshilik yomonliklari ustidan hisob beradiganligiga ishonish, jannat bilan do'zaxning mavjudligiga qoyil bo'lish, dal mushu imonning jumlasidandir. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketikining oddiy, ammo ma'nisi to'limi teran bo'lgan bu so'zlarni anglagandan keyin Tuğluq Tömürning bayotin turilib ketgan qapqi ichilishga boshladi. Bizning dinimizdami, dedi u kulimsirab turib. Hayot chig'ida yaxshi ish qilgan odam o'lgandan keyin yaxshi jonliqning suratida qayta tiriladi. Hayat vaqtida yomon ishni ko'p qilgan bo'lsa, o'lgandan keyin it yoki tunguz va yoki eshakning suratida qayta tiriladi. Deydigan sansara qismati deb atiladigan bir qismat bor. Bu jihatda bizning dinimiz sizlarning dininglar bilan o'xshib ketadi ekan. Qani aytqina, iman, islom dini deganlar mening hozir qumdak chechilib ketgan bu chag'atay ulusini qudratlik bovam Chingizning qarchiga suratlik tug'i ostiga birlashtirilishimga yordam bera olamdi. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki uning so'zini ma'qullab beshini lingishdi. Ey hurmatlik xonzodam, iman, islom dini sening qudratlik chag'atay davlati qurib chiqishingga cho'qim kuchlik madadkoring bo'la oladi. Masalan, menga qandaq madadkor bo'la oladi? Sen shuni tushundirgin. Musulmonlarning Qur'on Karim deb atiladigan muqaddas kitobida, dedi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki Tuğluq Tömürga tikilib turib. Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish boshqurg'uchilarga bo'ysuninglar. Ishda qat'iy hukm qilg'uchi yanıla Allah'dır deyilganligi buning ro'shan dalilidir. Bu ulug' va mutlaq hokimning mutlaq hikmatidir. Chunki faqat qudratlik Allah inson jumlasidan bo'lgan seningdek birsiga haqonliq to'rini kiydira oladi. Manga va sening taifanga o'xshaydigan son-sanoqsiz inson taifasini sana bo'ysundigan qila oladi. Hamda sen orqali olamning yasoq tuzuklarini turg'izib insonlarga aromlik yetkaza oladi.
Şunun üçün büyük Allah xuddi nurluq quyoshni 4-osmondan yerdagi o't chavalarga nur bergizginidek sening g'amxo'rlik soyangni huma qushidek bizlarning beshimizga yetkizib sharaflik xizmatlaringga ulashtıra olaydi. To'g'liq Tömür ko'zlari taajjub ilkida yenishqa boshladi. Ey hürmetlik Uyghur baxşisi, sizlərinin Qur'an Kərim deyildiğən aşı uluq kitabınlarda rastilla mən toğırlıq sözləngenmi? Gerçi Qur'an Kərimdə sən toğırlıq məxsus sözlənməyən bolsumu? Amma şunu düşünüşün kerek ki, Xudavəndi Kərim sən xanzadə alilərdək pazıl xaqanlarını təxit saadətə oldurğuzub, qadir mənzilini həqiqətən pələk dərəcəsində yuqarı örültüş qudrətinə ega. Allah həmmige qadir ki, sana oxşaş kərəmlik şah xaqanlarının uluqluq sübtinin sayısını teximi kən qanat yaydırıb, həqiqi xaqanlıq dərəcəsini və dövlətini inam qılıdı və dövlət aptab şoğlusının arğamçısını senindək qudretlik xaqallarının qolğu tutquzub, onun bilan zulüm quduqiga çökkan jafakash acizlarni tartib chiqarib, ularni sening dövlət sayang bilan parvish qiladi. Haq gap qilding, deb Mavlana Shayx Jaloliddin Ketikining so'zini tasdiqladi To'g'liq Tömür. Uluq boğularım Çingiz bilan Çağatay insanlar içinde tengdişi yok insanlar idi. Ular almagan qamal, ular aşmagan davan qalmagan idi. Şuna ular tarixlarda büyük istilaçı deb ataldı. Bütün dünya ularga baş ekkan. Bütün zimin ular mingen atning polat tuyğu astıda titirgen idi. Al-hal Bahadır Xan atam Esen Buğaxan vaqtsiz vafot bo'lgandan keyin Çağatay taxtiga o'ltirganlarning o'rni Zade ismidi. Çağatay mamlakatida yig'i g'aliyan xuddi uy to'shqinda ko'payaverdi. Qarniyat insonchi xonzodalar Çağatay taxtini talishib qo'zg'agan urush o'ti ichida nurg'un shahar avdonlarining kuli ko'kka so'rilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu urushlarda san-sanoqsiz bahodir yigitlarning o'ligi dalalarda qilib, ko'zlarini qag'u quzg'unlar cho'qib, tini, bo'ra, ishlarga yem bo'ldi. Urush ma'lumotchiligi ichida mamlakatning beli o'shtildi. Xalqim xuddi ishtalayotgan gadaydak shumshuyib, o'shga g'ajab yalang'ashlayotgan Shaptulning shexidek yalang'ashlandi. Vatanimning beshiga kelgan bu facialarni ko'rib, mening ichim seyrilmoqda. Ammo bu ishlarga chaq qo'yg'idak biror mard bahodir ta hozirga qadar o'ttirg'i chiqqani yo'q. Garchi mening yashim kichik bo'lsa-mu, ammo men o'zimni ba'ayni yenib turgan bir parcha o't, payonsiz tunda yolg'iz tinab yurgan bir yosh arslon deb his qilaman. Atrofida to'satdan nurg'un kiyik paydo bo'lganida Arslan qaysi kiyikka qarab yugurishini bilolmay, heli bununga o'zini urg'unidek, mening bu nurg'un arzu istaklarim bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bu arzu istaklarni qanday ishga oshirishni bilolmay yuribdiman. Sözüngni anglayapman, ey sahib qaran, dedi uning so'zidan ta'sirlangan Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki. Sen cho'qim xuddi Çingiz, Çağataydak kuchli quvvatga erisha olaysan. Dushmanlaringni cho'qim yer bilan yakson qila olaysan. Yovga qarshi aslandek etilib tura olaysan. Buningga ishonchim komil. Biroq bilamsan ey sahib qaran, sen ko'nglingga pukkan arzu istaklaringni ishga oshirman desang, ko'ngil ko'zing bilan dunyoni kuzatgin. Har qachon pak, erdamlik bo'l. Men aytgan yangi e'tiqodning qoida mizollarini tushunib boqqin. Hamisha azgulikka yaqin bo'lgin. Ey Uyg'ur baxshisi, dedi To'g'liq Tömür tuyuqsizla. Qani savolimga javob ber. Sen o'zingning dinining burhonimi? Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki To'g'liq Tömürning nima demoqchi bo'lganligini uning o't chaqnayotgan ko'zlaridan bilib qoldi. Bu yosh Mo'ng'ul xonzodasi saddadek ko'ringani bilan bu saddiliqning keynida meni sinab baqadigan bakkarlikmi yo'shiringan deb o'yladi u o'z ichida. Bu savolning tagida o'lim xavfi yo'shirinib yotdi.
Bayatın deganlarim Allah namıdan aytilgan bolğaşqa, muqaddas Qur'on Karim, hadis şeriflardan üzündülerini naql keltirganligim və onunğa tayanğanlığım bu sadda yaş Moğol xanzadısını İslamğa dalalat qilish, ondan onun kuch qudratiga tayinib bütün Çağatay memleketida İslamiyatni to'liq jariy qildirishimda muhim qural. Büyük muddao maqsadimni yoshirishimdagi muqarrar parda edi. Xalas. Biroq uning suoliga yo'q deb javob bersam, u meni ko'zga ilmaydi. Ha deb javob berishmi intayin xatarlik. Men o'zimning avliya burhanligimni shu chog'ning o'zida isbotlab berishim kerak. Balki mo'jiza ko'rsatishim shart. Bo'lmasa, ey hurmatlik Xaqon, dedi u kulib ketib. Men suolingga sharhning qadimgi bir hikoyasi orqali javob bermoqchiman. Mubodo ruxsat qilsang aytib baqsam, qani qulqim senda. Qadimgi Eronda oq ko'ngil Juha deb atiladigan bir odam o'tgan ekan, deb hikoyasini boshladi Mavlona Shayx Jaloliddin Ketki. Bir kuni qo'shnisi Juhaga ko'chada biraylan jiq nazu ne'matlar selingan patnusni ko'tarib ketyotidi debdi. Undaq bo'lsa, menga nima? deb so'rabdi Juha. Qarag'ina, u kishi patnusni ko'tarib sizlarning uyinglar tarafga qarab kelyotidi, debdi qo'shnisi. Undaq bo'lsa, sana nima? deb so'rabdi Juha. Shuningga o'xshash, ey sahib qaran, mening burhan bo'lishim yoki burhan bo'lmasligimdan sana nima foyda? Uyg'ur baxshining ustuliq bilan to'qilgan bu hikoyasiga chin ko'nglidan qoyil bo'lgan To'g'liq Temur qaqaqlab kulib ketdi va shundoq, sening so'zlaringdan men ko'p haqiqatlarni tushunib oldim. Holbuki bu haqiqatlar biz ajdodimizdan tortib cho'qinib baş urib kelayotgan burhan dinida yo'q. Shunga men sening bu haqiqatlarni menga oldirmay so'zlab berishingga muhtojman. So'zlab mush yerga kelganda To'g'liq Temur so'zini to'xtatib, sinchi ko'zlari bilan uningga qarab qo'ydi. Mavlona Shayx Jaloliddin Ketki muhim bir narsani o'zidan yoshirayotganligini, uning mug'ambarlik o'ti chaqnayotgan ashu ko'zlardan bilib qoldi. Pat arada büyük yürüyüşlerge atlandıqanlığımni bilip qalsan, dedi To'g'liq Temur sözünü davamlaştırıp. Kelgüsüde mening xan atam Esenbuğa xan olturgan, hazır başqalar çangılığı elib algan Çağatay taxtiga olturganlığımni körsen. Mana muşu büyük işlarni keyinkilerge yezip qaldırış üçün mana xuddi seningdek bir pütükçi baxşı lazım. Uluq bovam Çingiz xanning huzurida Hacı Rahim ismlik bir Uyg'ur baxshisi pütükçi bo'lib ishlagan ekan. Mening 6-chi bovam Çağatay xanning huzuridimu Yusuf Sakkaki ismlik bir Uyg'ur pütükçisi ishlabdi ekan-ku. Demak, sening bovularing bo'lgan ashu Uyg'urlar tarixda mening bovularimga pütükçi baxshi bo'lib ishlagan yerda sen menga pütükçi baxshi bo'lsang, nemishqi bo'lmaydi ekan? Mavlona Shayx Jaloliddin Ketki dastlabda o'zining yashinib qolganligini bahona qilib, To'g'liq Temurning taklifini siliqliq bilan rad qilishga uringan bo'lsa-mu, ammo uning chin qalbidan chiqayotgan bu samimiy so'zlarini anglab, nailaj farmon adabdan ustun turdi deb To'g'liq Temurning bu taklifini qabul qilishga rozilik berdi. Ular taki tun nisbigacha mushundaq suhbatlashib o'ltirishdi. Hürmetlik okurman. Muallif Mavlona Shayx Jaloliddin Ketki bilan To'g'liq Temurning Ayko'ldagi tunji uchrashishi haqidagi babni oxirlashtirayotgan chaqda tuvandagilarni so'zlab o'tishni lozim topdi. Çingiz xan Moğollar tarixidagi eng hokim mutlaqliq xon edi. Uning asosliq faoliyat qilgan yerlari G'arbiy diyordagi madaniyat markazi bo'lgan Qo'chu Uyg'ur eli, Bashbaliq, Turpan va Eli vodisidagi Olmaliq qatorliq markaziy Uyg'ur shaharlari edi. Çağataymu o'zining taxit saltanat markazini Uyg'ur shahri bo'lgan mushu Olmaliqda qurgan edi. Bu hokim mutlaqliq xaqon o'zining saltanat surini
Moğollarni madaniyatga olg'i ketgan Uyg'urlardan madaniyat o'rganishga majburlashga sarf qildi. Uning bu harakati o'z navbatida yana Uyg'urlarning shon shuhratining texmi yuqori ko'tarilishiga, Uyg'ur tilining texmi soplishiga va Uyg'ur madaniyatining texmi jo'sh urib rivojlanishiga foydali bo'ldi. Natijada shu chog'dagi Uyg'ur ahli ilmlarining orasidagi arabiy farisgo'ylar tarix sahnasidan chekinishga majbur bo'ldi. Hökumət hüccətləri və əlişçi hüccətləri Çağatay xalqının milli tili bolğan Uyğur tilida yürgizildigan boldu. Çağatay xan Çingiz xanның balları arasında ən cahil, atısının yasaqdırğan nəsihətlərə ən rəaya qılıdığan kişi idi. Çağatay xanğa atısı Çingiz xan Təngri tağının ətrafındakı kən vadilar bilən mülki Xurasanni tapşırğan idi. Çağatay xan öz ili vadisidagi Uyg'ur shahri Almalıqda turib, bu keng zaminni boshqurdi. Shunga Çağatay xanning bütün balalari, hatto navri chavirlargacha bo'lgan Çağatayzoda xonzodalarning hammasi Uyg'ur baxshilarining qo'lida ilm olgan va tarbiyalangan. Uyg'ur urf-odatlarga odatlangan edi. To'g'liq Tömürmü buningdan mustasno emas albatta. 7. bab oxirlashdi.